Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Allohol tabletkasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak do'stlar, Allohol tabletkasi farmakoterapevtik xususiyatga ko'ra o't haydovchi dori vosita hisoblanadi. Bundan tashqari, xolikinetik va xoliretik, ya'ni ta'sirga ega. Xolikinetik degan do'stlar o't qopi tonusini oshiruvchi va o't yo'llari tonusini pasaytiruvchi dori vosita hisoblanadi. Xoliretik esa jigarning o'sha o't hosil qiluvchi faoliyatini kuchaytiruvchi ta'sir. Tushundingizmi? Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'tay. Demak, ushbu dori vositamiz do'stlar xolesistit kasalligi bor bo'lgan, ya'ni toshib bo'lmagan surunkali xolesistitda qo'llaniladi. Bilamizki do'stlar, xolesistit kasalligi, ya'ni o't qopining yallig'lanishi ikki xil ko'rinishda bo'ladi: toshli va toshsiz. Demak, mana shu toshsiz turida qo'llaniladi. Tushundingizmi? Toshli turida qo'llanilmaydi. Agarda toshli turida qo'llaydigan bo'lsangiz, toshni mana shu kattalashtirib yuborish mumkin. Bundan tashqari, surunkali xolangit, ya'ni kasalligida va o't yo'llarining va o't chiqarish do'stlar yo'llarning o'sha qayrilib qolish diskineziyalarda va qabziyatda do'stlar kompleks davolash maqsadida qo'llaniladi. Va bundan tashqari, o't ajralishining o'sha qiyin holatlarda va og'izdan achchiq ta'm kelib, o'ng tomon, ya'ni o'sha qo'rg'a ost sohasi yana og'ir bo'lib, ovqat hazm, ya'ni bo'lish qiyinlashgan vaqtlarda Allohol tabletkasi do'stlar juda ham ya'ni yaxshi yordam beradi. Va undan tashqari, jigar hujayralarining ishini pasayishi oqibatlarida o't safro ajralishining susaygan holatlarda yoki ichakning o'sha harakatining pasayishi oqibatidagi hazm qilish, ya'ni tizimi faoliyati susayganda va o't yo'llarining o'sha oddiy sfinteri, ya'ni do'stlar funksiyasi pasayganda va qorinda dam bo'lishi, ya'ni holatlarda do'stlar qo'llaniladi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'tay. Demak, ushbu dori vositani qo'llashdan avval siz gastroenterolog, ya'ni kuriga borib, o'zingizni kasalligingizni aniqlab, ya'ni shifokorning tavsiyasiga binoan qo'llashingiz lozim. Demak, ushbu dori vosita ovqatdan so'ng 1-2 tabletkadan sutkasiga 2 marta yoki og'ir ahvol, ya'ni bo'lsa 3 martagacha qabul qilish mumkin. Demak, ushbu doza kattalar uchun do'stlar. Demak, do'stlar, endi ushbu dori vositani qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, siz Alloholni ichsangiz, terida ba'zan qichishlar, qizarishlar yoki allergik, ya'ni toshmachalar paydo bo'lishi mumkin. Endi qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida endi ma'lumot berib o'tay. Demak, birinchi navbatda ushbu dori vositaga nisbatan yuqori allergik, ya'ni reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari, o'tkir gepatit va o't tosh kasalligida qo'llash mumkin emas va bundan tashqari, obturatsion sariqlikda ham qo'llash tavsiya etilmaydi. Va eng asosiysi do'stlar, mana me'da osti bezida, ya'ni yallig'lanish, ya'ni kechayotganning o'tkir turida, ya'ni o'tkir pankreatitda ham qo'llash tavsiya etilmaydi. Va bundan tashqari, Allohol dori vositasini me'da va 12 barmoq ichakning, ya'ni o'sha yarasining, ya'ni zo'rayish davrida qabul qilish mumkin emas va 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda ham qo'llash tavsiya etilmaydi. Va yana do'stlar, tepada aytib o'tdim, toshli xolesistit, ya'ni o't qopining yallig'lanishi kasalligida ham ushbu dori vosita qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari do'stlar, mana shu homiladorlik davrida qo'llashga keladigan bo'lsak, buni shifokoringiz bilan, ya'ni maslahatlashishingiz lozim. Agarda bo'lmaydigan og'ir ahvolda bo'lsa, shifokoringizdan so'rab, agar u qo'lla shu dorini ich desa, qo'llashingiz mumkin. Tushundingizmi? Agarda bundayligicha, ya'ni oddiy holatda qo'llash tavsiya etilmaydi. Sababi mana shu dori vosita bachadon mushaklarining tonusini oshirib, uni ya'ni qisqartirishi mumkin. Shuni ham yodga, ya'ni olib qo'ying. Tushundingizmi? Shunday qilib do'stlar, Allohol tabletkasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.